Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan mahallalarga yangi muhit olib kirish hamda mahalla yettiligi faoliyatini yangicha tashkil qilish bo'yicha videoselektor yig'ilishida belgilangan vazifalar bugun joylarda amaliy ifodasini topmoqda. Mahallalarda aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratish, obodlik va farovonlikni ta'minlash yo'lidagi ezgu ishlar izchil davom etyapti. Ana shunday bunyodkorlik ishlaridan biri Termiz shahridagi Farovon massivida amalga oshirildi. Bu haqda muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Mustaqilligimizning 35 yillik bayrami arafasida prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda mahallani aholi uchun ishonch, tayanch va imkoniyatlar markaziga aylantirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bugun Termiz shahrining Bog'ishamol mahallasi hududida joylashgan Farovon massivida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlarini ana shu ezgu maqsadning amaliy ifodasi deyishimiz mumkin. Bu yerda aholi uchun munosib va xavfsiz yashash muhitini yaratish, muhandislik infratuzilmasini takomillashtirish hamda hududning me'moriy qiyofasini yanada yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli obodonlashtirish va ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Loyiha doirasida jami 165.147 kvadrat metr hudud obodonlashtirilib, ko'p qavatli uylar atrofi to'liq tartibga keltirildi. Sanitariya va ekologik holat yaxshilanib, aholi uchun toza, ozoda va shinam muhit yaratildi. Bu o'zgarishlar bayram arafasida odamlarning kayfiyatiga yanada fayz va ko'tarinkilik bag'ishlamoqda. O'zingiz mana guvoh bo'lishingiz mumkin. Aynan mahallaga kirib kelaverishda yo'laklarimizni asfalt qoplamalari bilan qoplanganligi, piyodalar yo'lakchalarining shunchalik chiroyli tartibga solinganligini, daraxt ko'chatlari ekilganligi, hattoki yo'l belgilarigacha qo'yib chiqilganligini ko'rib, hayratlanmasdan hech ilojimiz yo'q. Mahalla yettiligi ko'magi bilan aholini bandligini ta'minlashda, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishda aholiga juda keng katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shunday savdo xizmat ko'rsatish markazlari tashkil etilyapti. Kichik tadbirkorlik subyektlari soni oshmoqda. Bundan biz nimaga erishyapmiz? Aholini ishsiz qatlamini bandligini ta'minlashda juda katta natijalarga erishyapmiz. Biz kelajakda albatta mana shu Bog'ishamol mahalla hududi aholisini ishsizlikdan xoli hududga aylantirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Fuqarolarning xavfsiz va qulay harakatlanishini ta'minlash maqsadida massivdagi 3,5 kilometr ichki yo'llar beton va asfalt qoplamasi bilan ta'mirlandi. Bu esa piyodalar va avtotransport vositalari uchun yanada qulay sharoit yaratib, mahallaning kundalik hayotini ham yengillashtirdi. O'zgarishlar bizda juda katta bo'ldi. Bu yerda obodonchilik juda ham chiroyli bo'ldi. Bolalarda o'yingohlar deysizmi? Hamma joy chiroyli. Bu yerga yashaganimdan juda ham xursandman. Mana shu yerda hamma domlarning girda atroflarida kamillashtirilgan, bizga tinchlik, bolalar xavfsiz joyda. Massivdagi 37 ta ko'p qavatli turar joyning tashqi fasad qismi to'liq yangilandi. Zamonaviy me'moriy va estetik talablar doirasida amalga oshirilgan ishlar natijasida binolarning ko'rinishi tubdan o'zgarib, mahalla yanada ko'rkam va fayzli maskanga aylandi. Obodonlashtirish ishlari doirasida 15.514 kvadrat metr maydonda yangi yashil hududlar barpo etildi. Bu nafaqat ekologik muhitni yaxshilash, balki aholiga dam olish va mazmunli hordiq chiqarish uchun ham yanada qulay sharoit yaratdi. Mana shu massiv yangi qurilgan ekan. Bu yerda sharoitlari, uylari bizga juda yoqdi. Yaqinda xonadon xarid qilib, oilamiz bilan ko'chib keldik. 2 nafar farzandim bor. Bu yerda bizga eng yoqqan tomoni mana shu yerdagi madaniy hordiq uchun yaratilgan maydoncha. Mana shu ayniqsa juda yoqdi bizga. Bu yerda yaratilgan sharoitlar, bolalar uchun xavfsiz o'yinchoqlar, mana yo'l harakati gilamchalari bolalarga ham bilimini oshiradigan. Shanba, yakshanba kunlarida bolalarimiz maza qilib o'ynashyapti. Bizga juda ham yoqdi, xursandmiz, oilamiz bilan maza qilib yashayapmiz. Bunday sharoitlarni yaratgani uchun davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yosh avlod uchun yaratilayotgan sharoitlarga ham alohida e'tibor qaratildi. Massivdagi 42 ta bolalar maydonchasi qayta ta'mirlanib, zamonaviy talablar asosida jihozlandi. Endi bolajonlar xavfsiz va shinam muhitda vaqtlarini mazmunli o'tkazayotgan bo'lsa, kitobsevar yoshlar mahallada tashkil etilgan mutolaa maskanda kitob mutolaasi bilan shug'ullanmoqda. Kitoblar bu bizning do'stimiz. Ayniqsa yoz oyida har bitta bola uchun kitob eng yaxshi do'st hisoblanadi. Bolalar zerikib qolmasligi uchun har oy mana shu mahallalar o'rtasida kitobxonlik burchagi tashkil etiladi. Bu yerda bolalar o'ziga qiziqqan kitoblar haqida ma'lumot olishadi. Kelajak markazi xodimlari esa bolalarga yo'llanmalar, ya'ni o'sha kitoblarning ma'nolari, mazmunlari haqida ma'lumotlar berishadi. Darhaqiqat bugun mahallalarda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari inson qadrini ulug'lashga qaratilgan islohotlarning hayotiy samarasini yaqqol namoyon etmoqda. Eng ulug', eng aziz bayramimiz arafasida yurtdoshlarimiz yuzidagi mamnuniyat, qalbidagi shukronalik va ertangi kunga bo'lgan mustahkam ishonch esa ana shu ezgu sa'y harakatlarning eng muhim natijasidir.